Assalomu alaykum to'rdoshlar. O'sha DIY bilak orqali boshpat qilish darsimizni nomini so'zlab o'tsak, endi biz qaraydigan bo'lsak, ba'zi bir qism do'stlarimiz buni ozroq o'zgartirish kirgizdi. Ya'ni qanday bo'ldi desa, endi ma'lqa yozmaning ustiga bir parcha rasm qistirib qo'ydi. Rasm qistirib qo'ydi. Ya'ni mushu bir sahifaga doir rasm, uni keyindan mushu yozmalar ko'rinda mushu bir holatni qanday shakllantiramiz degan bir masalani so'zlab o'tsam, Bektir inkas yozib ketibdi. Hozir 6 bo'pti, bayam 4'te. Buni hali ko'raylik. Aliyalik degan tanishidim. Men yaga bir dona nima qatay. Ammo mani chiqarish uchun men yaga bir dona biz bir ramka qatib etib, uni keyin qilamiz. Maning o'ziga men bir dona 100% ramkani bir qatib qo'yay. To'liq chiqsin. Endi men mushuning ichiga bilakdan mavzu sozish to'g'ri tursin. Oldindan biz mushuning ichiga bir parchalik nima chiqaramiz. Üstüge resim koyumuz, onun aslında sızık çıkarımız, onun aslında yazma çıkarımız. Qaranglar, bilek modeli. Bu yerdeki resim çıkarış için qaysi türünü tanlaymiz? Ko'rgazma. Men bu munbar deb yazmaning ichidagi rasm chiqqandan keyin men tanlab akirib qo'ydim. Hozir men buloqchan to'g'ri o'xshash qilmoqchi, munbar qurish darsiga bo'lsin. Ma'lumdan yangi yazma deganni tanladim. Ben munbar qurishga doir rasm chiqsin. Shu bir sayfiga men yo'llanma vaqt o'yishtirsin. Men cho'qim rasm chiqam degan degan tanladim. Qaranglar, 180. Faqat bir parcha rasm ko'rinadi meningda. 3 parcha rasm ko'ringan sog'lom bo'ldi. Men bir parcha qilib boqay. Ma o'rindan endi biz yozma ham mazmun chiqadi. Shu buningdan mushni tanlaymiz. Buningki odatda 100 bo'lsa bo'ladi. Manimi 100 qilib etib nimani ko'ray. Bo'ldi, saqladim. Qaranglar. Mana hozir ma tarafda shu munbar qurishga doir yo'llangan eng yangi rasmni yozma ma o'rinda paydo bo'ldi. Bu qaysi kelsa buloqchan munbariniki qilib men bayon chiqarib olgan narsa qilib o'tibman. Rasmni yozmadan biz paydo bo'ldi. Endi undan keyin buning ostiga bir dona siziq chiqarma. Qaranglar. Ko'rgazma turi tinch bilakni echib maning ostiga tashlab qo'ydim. Uni keyindan buning bilak belgisini yozaman. Siziq bir o'pkasi ma o'rindan qaysini tanlaymiz? Bo'lish siziqi. Bu qanday siziq? Uzuk siziq. Buni o'xshashlar har qanday bilak qilsangiz mumkin bo'y yanglishlikni bir qilib o'tinglar. Bo'ldi. Buning mavzuidan birdan uzuk siziq paydo bo'ldi hozir men yoqda. Endi uni keyindan men yozma qistirma buni ostiga. Yazma turini tanladim. Bo'ldi. Bilak belgisini yazdım. Uni keyindan yangi yozma. Bu yerdagi munbar qurish degan temidiklam yozmani chiqarib bersin. Boshqa yerga tegmadim. Men yangi yozmani xillab berdim. Mani berdim. Tem uzunluğu 200 bo'lib ketdi. Ko'ringan soni 20 bo'lib ketsin. Men o'rnidan 1 minut yengilib. Endi manada rasm chiqarmaymiz, faqat yozma chiqaramiz. Shuni ko'rish qatim saniga sentez deb buni chiqarib berdim. Qaranglar. Bo'ldi. Buni mavzu qo'yamiz. Mesela üstü bir parcha rasm, birdan o'lishsiz qilgan yangi yozmalar paydo bo'ldi. Endi buning meyaga ustunga mana shu birdan tem yozamiz. Qaranglar. Tayyorlash mavzu. Uygunum deb yozib etdim. Bo'ldi. Men buni hozir bir men qataya shaklga o'zgartirish kuzay. Shakl birini tanlab qanaqa chiqadi ekan. Ko'k ranglikka mushuni turaversin. Endi ko'k ranglik bo'ldi. Atrofida ramka yo'q. Buni biz ramka qilib qo'yaylik. Shaklligini tanlab sirtqi yuz oraliqi degani 0 bo'lib kelsin. Yan ramkaniki 1 piksel, shakli uzuk siziq. Rangiga men bu ko'kni chiqardim. Qanday ko'k to'la bu ham shu ko'kni tanlab qo'yib turlar. Bo'ldi. Muqimlashtirib etdim. Endi men bir saqlab unimni ko'rib boqay. Bo'ldi. Maya qaraydigan bo'lsanglar mana. Yiliq buloqchan bu yashil rangli qilib elingan. Ammo hozir men ko'k rangga o'zgartirdim. Qarab boqsanglar, men atrofida siziq chiqdi. Uni keyindan mayaga ustiga bir parcha rasm undan bir ayrı siziq uni keyin yozmalar chiqdi. Mavi chiqdi. Ammo mayaga bir parcha rasm chiqmay, 3 parcha rasm chiqqan bo'lamdi desa bo'ladi. Buni tahrirlasanglar bo'ldi.
Qaranglar, qisqachalarni o'zgartirib o'taylik. Biz bu ham bunun o'zlam tahrirlaymiz, qayta qisqarmaymiz, bo'ldi. Ma rasmni tahrirlash holatiga o'tib, xoslik deganni ochdik. Endi ma o'ringa hozir bir parcha rasm chiqarganman, bir parcha rasm chiqarmay 3 parcha rasm chiqardim. Men bu yerdan faqat mazmunlarning hammasini chiqarib bo'lamay, shu 20 rasm chizilmaydiganini tanlab berdim. Bo'ldi. Lekin bu yer qanday bo'ldi desa, 3 parcha rasmniki ma ikkisi chiqib, birisi bas tushib ketdi. Men buni ozroq kichiltirsam bo'ldi ekan rasmlarni. 100 qilmay asli buni rasmniki kangligiga tabi, buni 80 qilib kurib boqaylik. Bo'ldi. Endi saqlatay. Endi kurib boqaylik. Mana qarasak, shu sayfiga doir 3 parcha eng yangi rasmlik tema, unga shu sayfilarning o'zi chiqdi degan gap. Mana bu sayfilar bu temalarni chiqarishning yana bir xil usuli. Dars mishagicha bo'lsin, xayr xo'sh.